Dunyoda har 6 kishidan bir kishi nogironligi bor ekanda, nogironlik bilan yashar ekan. Ammo bugun eng muhim qarash shuki, imkoniyati cheklangan insonning orzulari, qobiliyatlari va jamiyatdagi o'rnini belgilab bermaydi imkoniyat cheklanganlik. Muhimi unga ishonch, qo'llab-quvvatlash va sharoit yaratish. Buxorolik Chinora G'ulomova shu kabi irodali yoshlarimizdan biri. Ya'ni u sport bilan shug'ullanadi, inklyuziv loyihalarda faol ishtirok etadi va muhimi u o'zi ham boshqalarga quvonch ulasha oladi. Yana bir narsa aytishimiz kerak, Chinoraning hikoyasi oddiy bir haqiqatni eslatadi. Insonni kuchli qiladigan narsa avvalo uning maqsadi va hayotga bo'lgan ishonchidir. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Rustamjon, sizga rahmat aytamiz. Rahmat. Nogironlik insonning orzu intilishlari va maqsadlariga to'siq bo'la olmaydi. Bugun jamiyatimizda imkoniyat cheklangan yoshlarning ta'lim olishi, sport bilan shug'ullanish va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi uchun keng sharoitlar yaratilmoqda. Vobkent tumanining Sariosiyo mahallasida istiqomat qiluvchi Chinora G'ulomova ana shunday qat'iyatli va intiluvchan yoshlardan biri. Birinchi guruh nogironligi bo'lishiga qaramay, u bilim olishdan, o'z ustida ishlashdan to'xtagani yo'q. U parasportning stol tennis turi bilan muntazam shug'ullanadi. Chinora bir necha marotaba 5 tashabbus olimpiadasi doirasida tashkil etilgan sport musobaqalarida ishtirok etib, o'zining matonati va sportga bo'lgan qiziqishini namoyon etib kelmoqda. Qiziqishlarimni aytadigan bo'lsam, para-kamon sport turi bo'yicha ham qatnashaman. O'zbekiston bo'yicha hali bitta bizani tumanda hali endi boshlandi. Men juda ham xursand bo'layotganimki, davlatimiz rahbari har bitta o'sha imkoniyati cheklangan yoshlar uchun shunchalik imkoniyatlar yaratib berib, sportga yo'naltirib, men umuman kichkinaligimda, masalan, 2 yil, 3 yil oldin imkoniyati cheklanganlar qanaqadir sport bilan shug'ullanadi yoki universitetda o'qiydi degan narsa bo'lmagan. Men bilasizmi, men 1-2 sinfimda faqat men shunaqaman derdim. Atrofimga qarab, nima deydi, hamma sog'lom, faqat men shunaqaman deb o'ylardim-da. Bunaqa sinov bor inson faqat men emasligimni, nima deydi, bu hech qanaqa insonni aybi emasligini tushunib, maqsad qilib olganman. Faol va tashabbuskor yosh sifatida Chinora Voice Up 2026 inklyuziv oromgohi ishtirokchisi ham bo'ldi. Mazkur loyiha unga yangi do'stlar orttirish, o'z salohiyatini namoyon etish va kelajakka bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlash imkonini berdi. Chinoraning yana bir e'tiborga molik tashabbusi uy sharoitida yo'lga qo'ygan tabrik loyihasidir. U mahalladagi va atrofdagi insonlarning yaqinlarini tug'ilgan kunlari munosabati bilan telefon orqali tabriklab, ularga quvonch ulashadi. O'qituvchilarim uyga borib dars beradi. O'zim maktabga bora olmasam ham, maktabga borishga qiynalganimda ham o'qituvchilarim o'zi menga kelib, kerak bo'lsa maktabdagidan-da ziyoda qilib darslarim juda ham a'lo darajada menga tushuntirishadi. Bugun Chinoraning hayot yo'liga nazar tashlar ekanmiz, insonning kuchi avvalo uning irodasi va maqsadlarida namoyon bo'lishiga yana bir bor amin bo'lamiz. Kelajakda Chinora ijtimoiy xodim bo'lishni orzu qiladi. U bugun o'ziga ko'rsatilayotgan e'tibor, g'amxo'rlik va qo'llab-quvvatlashni ertaga boshqalarga ham ulashishni, ehtiyojmand insonlarga ko'mak berishni maqsad qilgan.